Iloyim umringdan baraka topsin. Mana bolam. to'g'ringiz. Ilohi amin. Yigit boshing omon bo'lsin. Allohu Allohu akbar. akbar. Ushlang. Rahmat bolam. Sog' bo'ling. Yura qomatli rejissyori Jahongir buncha vaqtlarda ketyapti. Yo'lga to'xtab boring. Hamma joy-joyiga tursin. Ulug'bek, siz nimaga chiqishib qoldim? Gap eshitaman. Ana do'racham keldi. Mana aka, Yaxshi. rahmat. Siz bu yerda o'ynaysiz. Siz esa mana bu yerda. Tushundingizmi? Sen qayerda yuribsan? Yo'lda ushlanib qoldim. Tez joyingga tur. Xo'p. Qani boshladik. Fonogramma. Canım muhabbetimni qo'ymab turmadingmi? Zur qilib qonimni sen turmab turmadingmi? Tabassum bilan, ko'tarinki ruh bilan, Xo'p bo'ladi. Yana boshidan. Sizlar nima qilyapsizlar? Qo'shuv buni yashamaysizlarmi? Hammasi tushunarlimi? Siz nima qilib turibsiz bu yerda? Ko'ryapsiz-ku. Syomka bo'layapti. Xo'p, uzr. Boring, ishingizdan qolmang. Ana qilib beryapsiz. Hamma tayyormi? Fonogramma. Canım muhabbetimni Siz bu tomondan. qo'ymab turmadingmi? Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Charchamay ishlab keldingizmi? Xudoga shukr. Bolalar uxlab qolishdimi? Ha, ancha bo'ldi. Lekin sizni rosa kutishdi. Siz o'tiravering, men hozir. Yana belingni bog'lab olibsanmi? Negadir og'riyapti. Sal shamollatdim shekilli. O'zingga qaramaysan-da. Og'irroq narsa ko'targansan. To'g'rimi gapim? Bilmasam. O'zingni ehtiyot qilgin-da endi, Nigor. Xo'p. Aytgancha bugun Oybek qo'ng'iroq qildi. Xo'sh, o'qishlari yaxshi ekanmi? Ha, yaxshi ekan. Hammaga salom aytdi. Akam Toshkentga qachon keladilar deb so'radi. Shunaqa-de. Demak, uni ham o'qishni shartnoma pullarini tezlashtirish kerak. Ha, aytmoqchi, mana bu pullarni haligi shartnoma puliga qo'shib qo'y. Xo'p. Ko'pi ketib ozi qoldi. Nigor, yana ozgina sabr qilgin, xo'p? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Oybek o'qishini bitirib ketsin. Uylantirib qo'ysak, senga ham ancha oson bo'ladi. Ha, xudo xolasa. Sizga bir yangilik bor. Yangilik? Ha, Nima gap o'zi? aytaveraymi? Aytaver. Uyimdagilarga ham yoqibsiz. Menmi? Ha. Yo'q, Ha.
Hozir o'zimni tashlab yuboraman. Oybek, hali ham yotibsanmi? Tursenchi. Oybek, tura qol. Bo'l, darsga kech qolamiz. Bo'laqa? Qambar, Tomliga biron bahona aytib olarsan. Uyquga to'ymadim, og'ayni. O'zing bilasan, bo'pti. Rahmat. Доброе утро, тетя Фира. Доброе утро. Ладно, я на учебу пошел. А второй где? Спит, что ли? Он болеет. Болеет? Да. Что с ним? У него температура. Ой, бедненький. Что с ним случилось? Алло? Алло? Скорая помощь? Принимайте заявку, пожалуйста. Болеет человек. Да студент, он студент. Адрес? Улица Турткульская, 38. Приезжайте поскорее. Ha, nima bo'ldi? Kecha kechqurun birdan mazasi qochib qoldi. Yo'q. Harorati oshib bosinqirab qoldi. O'zim ham yomon qo'rqdim. Darrov tez yordam chaqirdim. Ukol qilib haroratini arang tushirishdi. Hozir yaxshimi? Endi kechaga qaraganda har holda ancha yaxshi-yu, baribir yotibdi-da, domla. O'zim ham aytdim-a, hech ham darsni qoldirmasdi deb. Menga qaranglar. Darsdan keyin albatta hammanglar borib xabar olinglar. O'rtoqchilik mana shunaqa paytda bilinadi. Xo'p, mayli, o'tira qoling. Xo'sh, qalay, o'xshadimi? Qoyil, zo'r chiqdi. Assalomu alaykum, domla. Mumkinmi? Oybek, Uzr, ozgina kech qoldim. kech qolganingiz mayli-ku-ya. Lekin o'zingiz tuzumsiz. Haroratingiz joyidami? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, domla. O'tiring, o'tiring. Qani Qambarjon, siz turing. Endi qolin. Boyagi gapingizni eshitamiz. Qani, davom ettiring. Qalaysan? Bo'la qoling, eshitamiz. Oybek, Ha. tinchlikmi? Nega talmovsirab qoldingiz, Qambarjon? tinchlik. Ha, gapiring. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin o'zi keldi-yu, domla. Nega kelding? O'rani yoduvdi-ku doktor senga. Uyaling-e. Unda ko'zim ochib qarasam, techak yeri skoriya deb baqirib yotibdi. E'tibor berib eshitib tursam, menga chaqirayotgan ekan. Bo'lmasa vaqtida qochib yuboribsan-da. Endi qochib yubormasam ham bo'lmasdi-da. Bilasan-ku. Rahmat senga. Rosa boplading. Endi seni kasallik tarixingni yozib bo'ldim. Kelib beliga tepding hammasini. Shunaqa ham bo'ladimi, odam? Nima qilay, boshqa iloji yo'q bo'lsa. Qambar, ayb o'zingizda. Sizga yolg'on gapirib nima zarilidi? Yolg'on, bilsangiz, odamni obro'sini to'kadi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aytding. Rahmat sizga. Biz 5-sinf o'quvchilari odobnoma darsi uchun juda minnatdormiz. Opa, Otabek. assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Rahmat. O'zing Qalay, yaxshimisan? jiyanlarim yaxshi yuribdi. Bolalaring tinchmi ishqilib? Xudoga shukr yuribmiz. Siz o'tiravering. Ha. Pocham yaxshilar. Rahmat, yaxshi. Ha, sog' bo'lsinlar. Ha? Bundoq opangdan xabar olayam demaysan-a, uka?
Hali 2 kun ham bo'lmadi. Uyingizga o'tganimga, opa. Opangdan har kuni xabar olsang ham kam uka. Ha, Opa to'g'ri. ona o'rnida bo'ladi. To'g'ri. Ha, mayli. Xotinchangni xizmatidan ortmayotgandirsan-da, tushunaman. Opa, Nima opa? Nima opa? Shunaqa, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. O'sha yumshoq supurgi xotining qachon qarama kasal. Boshini bog'lab oladimi? axir Ana u kuni borsam, belini bog'lab olibdi. atayin qilmaydi-yu, opa. Bir og'irroq narsa ko'tarib belini og'ritib qo'yibdi. Voy bo. Kechirasan? Bunaqa himoyachisi borligini bilmagan ekanman. Nima desa ishonaverib, boshingga chiqarib bo'lding. Qani, sumkani bittasini menga ber. Qo'yavering, o'zim olaman. Ber degandan keyin beravermaysan. Siz kiravering, opa. Kiravering. Qo'rqma, opangni beli og'rib qolmaydi, ber. Yuring. Kir. Ana, jiyaning ham tuppa-tuzuk artist bo'lib qoldi. Qiziqmaysan-a bunda? Ha, qo'llar ancha kelishib qolibdi. O'sha o'zing olib bergan rubobni ting'illatib yuribdi. Komron, chiq, tog'ang keldi. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Qalaysan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ustozing qalay? Yaxshi. Yaxshi o'rgatyaptimi? Ha, o'rgatyaptilar. Salom deb qo'ygin ustozingga. Hop. Kamron, dadangni chaqir. Hozir. Ke, bir piyola choy ichib ketgin. Yo'q, ishlarim ko'p, opa. Hech ishing tugamas ekanda. Dada. Ha, Tog'am keldilar. ha, hozir. Ketyapman. Mayli, opa. Ozgina o'tirsang bo'lardi, Otabek. Rahmat. Ishga borishim kerak. Boshqa safar. Ye, keling, Assalomu alaykum, Otabek. Ha, bu sizniki keldi-yu ketdi ekanda. Ha, endi bilasiz, meni ishim bor. O'tirmaysizmi, hali ko'p bas. kelamiz. Mollaga suv ber. Ha, bu so'ragandan aybi yo'q. Bo'ladigan ish qil. Bu mashina o'zingizniki bo'lib qoldimi endi? Yana bir yilcha ijarasini to'lasak, o'zimizniki bo'lib qoladi, xudo xohlasa. Ha, durust. O'zingizniki bo'lgandan keyin bemalol bo'lib kelarsiz endi, ha? Xo'p, bo'ladi, pochcha. Yaxshi. Mayli. Xo'p. Tez kelib turinglar. Xo'p. Bollarni ham olib keling. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Yaxshi boring. Iye. Qani. Oshirchi. Ha, ket. Gol! Ha, yana. Oshir. Bek! Nima qilyapsiz? Ko'ryapsanmi? Bolalikni eslayapmiz. Kiring. Oybek, akang keldilar. Yo'q, Ha, bo'la qotingiz. Oybek, senikida bayram ekanda bu yo'q, ha? Albatta. Aytuvdim-ku keladilar deb. Kitoblarni o'zim topshirib qo'yaman. Xo'p. Qalaysizlar, qizlar? Yaxshi. Sal yetishmaydi bunga. Anchagina. Qachondan beri seni qidiraman. Shu yerdaligingni bir og'iz aytib qo'ymaysanmi? Ancha kutib qoldilar akam. Ha, bo'l tez. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tuzumisiz? Yaxshimisanmi? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi aka? Sog'laring yaxshimi? Rahmat. Kenoyim, jiyanlarim hammasi yaxshimi? Ha. Opam, pochchamlarchi? Salomat bo'lishdi senga. Salomat bo'lishsin. Aytganing kelsin. O'qishlaring qalay, o'qishlaring? O'qishlar yaxshi? Yaxshi bu kam. Ukajon, a'lo bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Sendan umidim katta.
Bo'shashma, xo'p? Xo'p. Menga qaraganda Oybekning o'qishlari yaxshi Otabek aka. Xavotir olmang. A'lo bo'lsin deyman-da. Tushundingmi, uka? Ha, aytgancha mana buni vaqt topib qo'ygin, uyga olib ketmay yana. Iya, aka. Shartnoma pulini to'lashga ham ulgurdim deng. Bu hayotda ko'p narsaga ulgurishni o'rganish kerak, uka. Rahmat aka. Rahmatni keyin aytasan. Qani, olinglar sumkani. Qani, ko'tar. Qambar? Ha? Uydagilaringiz yaxshi yuribdi. Rahmat, yaxshi. Tez borib turibsizmi? Ha. Ha, boryapti. To'ti Fira qalay? Yuribdimi baqir-chaqir qilib? Ha, yuribdi. Ha, yaxshi. Тетя Фира, Я здесь. тетя Фира, Заходи. это вам. Что? Сладости. Ой, что это? Берите, Ой, кушайте. Спасибо большое, спасибо. А это брат привез, да? Садись со мной, садись, покушай. там кушаю. Ну, ладно. Ой, какая вкусная лепешка. Chetizga tursiz bo'larka o'zi aka. Sumkani to'ldirib, ha? Muborak! Voy, Nigora, nima bo'ldi? Yur. Sekin. Sekin. Tinchlikmi, nima gap? Nigora, yana beling og'rib qoldimi? Senga necha marta aytdim-a? Doktorga ko'ringin deb. Davolamay qiynalib yuraverasanmi? Xo'jayin kelsinlar, Bel bir og'rig'i gap bilan bo'lar. o'ynashib bo'lar ekanmi? Tez doktorga bor, Nigora. Ha, to'g'ri. Yuborgan suratingni ko'rdik. Qiz Kenenga Yo'qdimi? juda yoqdi. Oybekka mos tushibdi deb o'zida yo'q xursand. Rahmat. Agar oilasi ham yaxshi bo'lsa, bir-biringlarni tushunsanglar, bizga bundan ortiq yana nima kerak Oybekjon? Lekin o'qish qolib ketmasin, ha, uka? Ha. Haligi o'sha Dilnozani uyiga sovchilar kelib qo'ymayotgan ekan. Shunga agar bo'lmasa sovchilikka borib non sindirib qo'yishimiz kerak ekanda. ha endi Tushunarli. Nimaga boshingni egasan? Ukam, shunday akang bor. Boshingni baland tutib yurmaysanmi? Sen qara-yu. Bugun qaysi kun? bugun shanba. Kelasi shanba, xudo xohlasa. Keling bilan opamlarni olib kelaman. Xo'p, sovchilikka borib non sindirib qo'yamiz. Bu ishni kechtirib bo'lmaydi, ukam. Rahmat aka. Rahmatni keyin aytasan. Menga qaranglar, sizlar juda ham uzoq xayrlashdinglar. Ketsanglar, chiqinglar. Oybekjon, bo'pti. O, ketadiganlar. Bo'linglar tez-tez. O'zingni Poyezd ketyapti, bo'linglar. Kelin bolaga bizdan salom ayt. Dedetingiz bormi? Hayır. Ha, albatta. Qani men bir ko'rib qo'yaychi. Marhamat. Tekshirib qo'ymasak bo'lmaydi. Ha. Ha, mana bo'ldi. Chiqoring uka. O, Salom aytib qo'ying. Poyezd ketyapti, hoy. Mana shu biz uy bo'ladi. Mana, rozi bo'ling. Ha, Rahmat. Tushing, bir piyola choy qilib beraman. Rahmat, boshqa safar. Xo'p. Xo'p. Nigor? O, Nigor. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, bek? Iya. Yaxshi borib keldingizmi? Oybek yaxshi ekan. Nima bo'ldi senga? Qo'yavering, o'tib ketadi. Qani. Bu yoqqa o'tirchi. Sekin. Ehtiyot bo'l. O'tir. O'tir. Oybek keni ham sovchilikka kelsinlar deyapti-yu, kenaysin ahvolini qaranglar. Xudo xolasa borarmiz. Mazang yo'q ekan, nimaga turding? Yotavermaysanmi joyingda? Siz eshikdan Nigor deb chaqirib kirsangiz, men qanaqa qilib yotaman?
Ertaga yo doktorga olib boraman seni. Dadasi, Ha? dam olish kuni ham uyda o'tirmaysiz a? Yana qayoqqa ketyapsiz? Kecha charchab kelganingiz uchun ertaga gaplasharmiz deb aytmovdim. Bir do'stimnikida ma'raka bor edi. Kelayotgan shanba kuni Oybeklarning uyidan sovchilar kelishar ekan. Ha, shunaqami? Ha, endi yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'ygan bo'lsa, nima ham derdik? Mayli. Kelaversin. To'g'ri-ku-ya, lekin Xorazm sal uzoqda, dadasi. Toshkentda qolsin desak, unashmasmikin? Nima deysiz? Hamma ham bolasi yonida bo'lishini xohlaydi. Uzoq bo'lsa ham qizini baxtini bersin onasi. O'shanda ko'ngling yaqin bo'ladi. Qo'shningga bersang-ku, lekin qizing baxtsiz bo'lsa, unda qo'shningning uyi ham ko'nglingga uzoq bo'ladi. Oyoq tortib bora olmaysan. Ana, katta qizing Gulnozani ko'ryapsan-ku. Ha. To'g'ri aytasiz, dadasi. Oyi, Ha? shanba kuni maktabga bormasam bo'ladimi? Nega? Dilnoz opamga sovchilar kelar ekan-u. Iye. Dilnoz opangga sovchilar kelsa, senga nima? Darsingni qil. Baribir maktabga borasan. Tush. Sekin. Ehtiyot bo'l. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Kiramiz, tekshirib qo'yadi. Keyin uyga ketamiz, xo'p? Kenoyim shu yerda dam olib tursinlar. Siz men bilan yuring. Doktor Yaxshi. chaqiryaptilar. Hozir boraman. Yaxshimisan, Nigor? Yura qoling. Men hozir. Yanglishmasam bemorni umr yo'ldoshisiz. Ha. Analizlarning xulosasi bizni juda ham o'ylantirib qo'ydi. Nimaga? Taxminlarimiz to'g'rimi, yo'qmi? Buni aniqlash kerak. Tekshirtirib ko'rish uchun onkologiyaga yo'llanma yozib beraman. Har ehtimolga qarshi. Nahotki. Endi Otabek, siz kechiktirmasdan olib boring. Ular ham bir tekshirib ko'rishsin. Agar biz adashayotgan bo'lsak, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Mana bu analiz xulosalarini o'zim yuboraman. Xo'p. Charchab qolmadingmi, Nigor? Doktor nima dedi?
Nimadirdi? Sizga ozgina erkalanyapti dedi. Qo'rqadigan joyi yo'q dedi. Faqat ertaga yana bir doktorga borib ko'rinishimiz kerak ekan. Yur oqa, ketdik. Oyijon, nima bugun menga ertak aytib bermaysizmi? Hozir qizim. Kela qol quchog'imga. Bor ekan u yo'q ekan. Qizg'aldoq degan gul bor ekan. U gullar ichida eng nozigi ekan. Bir kuni qattiq shamol esibdi. Shunda qizg'aldoq, "Ey shamol, sekinroq eskin. Gul barglarim to'kilib ketmasin" deb yolvoribdi unga. Shamol qizg'aldoqqa nima debdi? Nima derdi? Berahm shamol unga quloq solmabdi. Yana ham qattiqroq esib, bechora qizg'aldoqni hamma gulbarlarni to'kib yuboribdi. Shamoldan keyin yomg'ir yog'ibdi. Yomg'irga nima debdi? Yomg'irjon, bag'ri tosh. Shamol hozirgina gulbarlarimni to'kib yubordi debdi qizg'aldoq. Yomg'irjon, iltimos qilaman, sekinroq yog'a qol, shoxlarim ham sinib ketmasin deb yalinibdi. Yomg'ir ham quloq solmabdi. Shundan keyin qizg'aldoq yig'labdi. Keyin nima bo'pti oyijon? Uxla qizim. Qolganini ertaga eshitasan. Xo'pmi? Cho'qol. Sekin. Mana shu yerda ham bir doktorga ko'rinishimiz kerak ekanda, Nigor. Kutib qolishmasin. Xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Qo'rqma, Nigor. Men yoningda bo'laman. Yur. Tushunarli. Ha. Farzandlaringiz bormi? Bor. 2 o'g'il, 1 qizim bor. Ha. 29 yosh. Qisqasi sizga ochig'ini aytishim kerak. Analizlar yomon chiqqan. Nega? Kelinni belidagi xavfli o'sma kasalligi boshlanganiga ancha vaqt bo'lgan. Yo'q. Ha. Sal kech olib kelibsiz. Endi uka zudlik bilan davolashni boshlashimiz kerak. Hoziroq palataga joylashtiramiz.
Nigor. Nigor. Qara, professor ham tanish chiqib qoldi. Hoziroq meni palatamga yotqizinglar. Kelinni o'zim davolayman deyapti. Keta qolaylik, Bek. Shu yerda davolanishing kerak, Nigor. Uyga ketaylik. Ular qancha tez davolasak, shuncha tez tuzaladi deyishyapti. Yo'q dema, mana ko'rasan. Hali bu kasalni ko'rmagandek bo'lib ketasan. Nega yig'layapsan, Nigor? Iltimos, yig'lama. Ketaylik u yerda. O'zingni qo'lga ol, Nigor. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma. Mana meni aytdirsan. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi, Nigor. Yo'q. Ketaylik. Ketaylik. O'zingni bos. Iltimos. Qo'y, yig'lama. Bo'ldi, Nigor. Qambar, mana bu kitoblarni bu yerdan olib qo'yaylik. Xo'p bo'ladi-da. Beraqa. Ma. Qani yigitlar, kravatni joyiga qo'yinglar. Hozirda o'rtoq qo'mondon. Qani, kuyov bola. Ой, какая умница. Ой, какая хорошая. Ой, какая красивая. И да. тебе б такую невесту найти, а? Дай сигаретку. Ой, какая красивая. Умница. Ты тоже найди себе такую невесту. Naydu. Xudo xolasa. Mevani iloji boricha ko'p yesin deyishyapti doktorlar. Shuning uchun meva yeyish sendan, olib kelish esa mendan. Kelishdikmi? Yaxshi. Ma. Ye. O'zingdan ortib qolsa, Komilaxonga ham berib turgin, xo'p? Mana osh bo'lsin. Rahmat. Nigor, doim shunday kulib turgin. Senga kulish yarashadi. Xo'p. Charchamadingmi, Dilnoz? Yo'q. Yana 3 kundan keyin uyimdagilar kelishadi. Ayniqsa, kelinoyim shu kuni rosa kutdilar-da. Kelinoyimga ham seni rosa maqtaganman. Tag'in uyaltirib qo'ymagin-a meni. Qo'rqmang. Uyaltirib qo'ymayman. Senga ishonaman. Opa? Kim u? Menman, opa. Hozir ketyapman. Keldingmi? Ha, keldim. Tuz o'yganmi xotining? Ovqatini issiqda yeb oldimi? Ha. Yeb oldi. Mana buni olib qo'ying. Senisi ham baraka topsin. Oldidan jilmay qarab o'tiribdi boyoqish. O'zgarish bormi? Yo'q. Kundan kunga og'irlashyapti. Ha, o'zi ham shunchalik buguncha bildirmabdi-da. U bildiribdi-yu, biz bilmabmiz, opa. Endi ko'p siqilma uka. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Qorning ham ochdir. Ovqatlanmagin. Ovora bo'lmang. Qornim to'q. Bolalaring uxlab qolishdi.
O'zing ham qola qol. Yo'q, men boray. Mayli, ertagacha. Yaxshi yotib turing. Otabek. Xayr. Mayli, yaxshi yetib olgin. Да иду. Потерпите немножко. Алло. Здравствуйте, тетя Фира. Это я. Айбека, брат. Марат, да? Нет, брат. А где ребята? Гуляют, наверное, где-то. Что они мне говорят, что ли? Тогда им передайте, что я не могу приехать. Ладно, передам. Ой, как плохо слышно, а. Алло. Shoshmang, o'zim to'xtataman. Keragi yo'q, ovora bo'lmang. Ovorasi bor ekanmi? O'zim kuzatib qo'yaman, yuzgacha. Kerak emas dedim, u qanaqa odamsiz? Qayerga borishingiz kerak? Sizda nima ishingiz bor? Boring ishingizni qiling. Brat, bizni tashlab qo'yasizmi? Qayerga? Shu bozor tomonga. Xo'p. Yo'q, men siz bilan ketmayman. O'tiring, bir o'zingiz ketasiz. Keling, Assalomu alaykum. kuzatib qo'ya qoling. Voy, siz qayoqqa? Haydang, brat, ketdik. Menga qarang, asal qiz. Ismingiz nima? Nima qilasiz ismimni? Meni to'g'ri tushuning. Nari o'tiring. Unda tanishib olaylik. Oling qo'lingizda Nima dedim. qo'yishim keraksizlar, uka? Qayerda tushamiz joniga? Nima ishingiz bor sizni? Men sizga kuzatib qo'ying dedim. Aytaman, qayerda to'xtash. Xo'p. Menga qarang, hech bo'lmasa telefon nomeringizni bering. Telefonim yo'q, qo'lingizni torting. Iltimos. Tinch qo'ying. Keling, jay yalantirmang endi. Namuncha nosiz. Shilqim. Ha, brat, nima bo'ldi? O'chib qoldimi? O'chib qoldi, ko'rmayapsizmi? Ha, taksisiz-u, unda yangi akkumulyator qo'yib yurmaysizmi? Ozgina yetib boring, kuchingiz yetsa. Hozircha. Singlim, bu yigit kim bo'ladi sizga? Men tanimayman uni, aka. Tanimaysizmi? Yo'q, dugonam tug'ilgan kuniga bordim, yerimda yopishib oldi. Aka, skochka soling, skochka. Jon aka, yordam bering. Iltimos, uyimga borib qo'ying. Birontasi ko'rib qolsa nima deydi? Jon aka, yo'q demang. Voy. Hey, to'xta. Здравствуйте. Здравствуй, только что тебе Марат звонил, сказал, не может приехать. Какой Марат? Откуда я знаю, какой Марат? Сказал Марат. У меня нету такой друга. Тогда тебе звонил? У меня тоже нету такого друга. Ой, перестаньте мне морочить голову. Устала я с вами, сколько раз говорила. Не давайте никому мой телефон. Вот так.
Потом звонят и голову мне морочат. Что вы не понимаете, да? Как вам не стыдно? Сколько раз можно одно и то же повторять в конце концов? Ну что такое? Дай сигаретку. Ладно, ладно. Вот. Курите на здоровье. Какое с вами здоровье? Перекурите, пожалуйста. Берегите Ой, нервы. иди, а? Иди, тоже мне философ. Малахов нашелся. Келептове. Боже. Bo'ldi qil. Bu nima qiliq? Davron, o'ynamasdan darsingni qil. Dilnoza, to'ylar muborakni chalsa nima qipti? Dunyoda to'ylar muborakdan ham yaxshiroq kuy bor ekanmi? Chalaver, Davron. To'ylar muborak. Вот приедет твой брат, попробует мои пирожки и узнает, как я вкусно готовлю. Да. У нас так гумму готовят. Что? Gummu. Oybek, mehmonlar kelishdimi? Yo'q hali. Kelishmadimi? Qo'ng'iroq qilsam hech kim ko'tarmayapti. Unda kelib qolishar. Qani, kela qol. Barakalla. Endi sizlarchi? Ana yerga borib o'tirib turinglar. Xo'p, Ana dadajon. o'rga. Men hozir oilani chaqirib chiqaman. Xo'pmi? Xo'p, dadajon. Aqlli bo'lib o'tirganimizni oyijonim ko'rsalar, juda xursand bo'ladilar. Kel, o'tir. Hop. Ojonim keladimi, aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, pochcha. Keling. Yaxshimisizlar? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Kamilaxon tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Zerikmayapsizmi? Yo'q, Assalomu alaykum. Ha, Nigor, yaxshimisan? Xudoga shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Bolalarni olib kelganman. Voy, rostdanmi? Qo'llarim oldiga olib chiqing bo'lmasa, ularni juda To'xtang, opa. Yo'q, Yordamlashib bog'xonada olaman. o'zing ham toza havoga chiqib kelasan. Keling, opa. Ha? Oyog'im ishlamayapti. Nega? Nima qilding? Nigor. Ishlamaydi. Bo'ldi, o'zingni bos. Nega oyog'im? O'zingni qo'lga ol, Nigor. Bo'ldi. Hozir. Hozir kelishadi. Oyog'im ishlamaydi. Oyog'im. Ana, kelishdi. Tezroq bo'ling. Yordam bering. Oyog'im ishlamayapti. Oyog'im ishlamayapti. Nega ishlamaydi oyog'im? Xo'p bo'ladi. Yordam bering, doktor. Voy, oyog'im. Nega oyog'im ishlamaydi? O'zingiz boshing sinib. Bo'ldi. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Mehmonlar kelib ketishdimi? Gulnoza choy quyib olgin, qizim. Xo'p bo'ladi. Kelib ketishdimiz.
kelishmadimi? Tinchligimikin? Qaydam? Xabar berganlarda bilardik. Tinchlikmi, tinchlik emasligini. To'g'ri. Ha, shuni bir og'iz qo'ng'iroq qilib aytsa bo'ladi-yu. Hayronman. Qanaqa betang odamlar ekan bular? Gaplarim yoqmadimi, oyim tilla? Nima Toshkentda yigit qurib qolganmidi? Menga ham yoqmadi o'sha topgan odaming. O'tiribmiz. Mana ahmoq bo'lib, o'sha topgan yigiting seni laqillatib, o'ldim, kuydim deb bekorchi yolg'onlarga laqqa tushirib, ustingdan kulayotgan bo'lsa-chi? Qo'ysangizchi, Halimaxon, nima keragi bor bu gaplarni? Balki kelishmaganini bir sababi bordir. Ya? Rahmat, kinayi. Darrov odamni yopatishga gap topasiz-a? Qoyil. Ha, sababi bo'lsa, telefonga o't tushganmi? Ha? Qo'ng'iroq qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Yo biz qo'ng'iroq qilib kechirim so'raylikmi, ha? Aka. Shu oyim tillayingizni ko'ngliga qarayman deb yana kuyib qolmang. U odamlar sizni tengiz emasligini bildirib qo'yishdi. Ko'zingizni kattaroq oching. Toshkentda siz bilan quda bo'laman deganlar son mingta. Tavba qildim. Bilganlaringni qilinglar. Amin. Uni deb shuncha ishlardan qolib ketdim. Turoningdan nimaga o'tiribsan? Mayli, Gulnoza opa, xayr. Yaxshi boring. O'tir mashinaga. Amajon, xafa bo'lmay keting. Uydagilarga salom aytib qo'ying. O'zlaring ham boringlar, vaqtinglar bo'lsa. Как жарко сегодня. Сигареты еще есть? Да. Дай мне тоже. Yana hech kim ko'tarmayapti. Balki yo'lga kechroq chiqishgan bo'lsa, ertaga kelib qolishar. Balki. Приедет, не волнуйся. Alo? Alo. Yaxshimisan Dilnoza? Yomonman. Bilasanmi? Akamlar kechroq yo'lga chiqishgan shekilli. Hali ham yetib kelishmadi. Lekin sen xavotir olma, xo'p? Ertaga albatta yetib kelishadi Dilnoza. Shu gapni vaqtliroq aytsangiz bo'lardi-ku. Sizga ishongandim. Dilnoza. Qani bolajonim, og'zingni och. Qani. Iye, hali ham o'tiribsizlarmi? Qani, bo'la qolinglar. Maktabga kech qolamiz. Tez bo'linglar. Hamma kitoblaringizni soldingmi? Shabnam, nega ovqatingni yemayapsan? Ol, yeb ola qol.
Oyimni ko'rgim kelyapti. Sen ovqatingni yeb olgin, oyingni oldiga o'zim olib boraman, xo'p? Ovqat yegim kelmayapti. Qizim, agar ovqat yemayotganligingni oying bilsa, sendan xafa bo'ladi qizim. Qani ol, ovqatingni ye. Ol qizim. Ol, qani, bo'la qol tez. Qani. Ha, barakalla, katta qiz bo'lgan. Ol, choydan ham ich, Shabnam. Amma. Oyim tuzalmaydilarmi? Senga bu gapni kim aytdi, bolam? Oying albatta tuzaladi. Unday demagin. Nega bo'lmasa kecha dadam kasalxonada yig'ladilar? Dadang yig'ladilarmi? Ha. Iya, o'g'lim. Dadang charchaganda. O'zing aytchi, tinmay mashina haydash oson ishmi? Charchagandan keyin ko'zdan yosh oqadi-da. Mana men svarkada ishlayverib, men ham ko'zimdan yosh oqadigan bo'lib qolgan. O'zing qo'lga oling. Ko'zingga qarab haydasang bo'lmaydimi? Qizil chiroq yonib turganini ko'rmayapsanmi? Uzr. O'lgin kelib qoldimi yo? Ko'rmay qolman, uzr. Uzringni pishirib ye. Nima qilyapsan, uka? To'xtat mashinani. To'xtat dedim senga. Hali manzilga yetmadik-ku, aka. Sen bilan sog'-omon borishga ko'zim yetmay qoldi. Seni shopir bo'lgan. Aka, boring. Ayjon! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iroda opa. Qani, yaxshimisiz? Pochcham yaxshimi? Yaxshi. Derazaga qo'yib Uydagilar yaxshimi? Nigorxon, jonim, o'zingiz yaxshimisiz? Qani Shirintoy, assalomu alaykum. Jonim, sog'ayib keting. Rahmat. Ayjon. Jonim. Uyga yuring. Nima deysan? Hech kim sizdagi ertak aytib bermayapti. Xo'p, jonim. Albatta aytib beraman, bolam. Qachon, ayjon? Uyga borsam aytib beraman. Xudo xolasa. Qani bu yoqqa o'tinglarchi, bolam. Nigoraxon, tuzukmisiz? Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi bo'lganimda shu yerlarda yotarmidim, opa. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, singlim. Ovqatingizni ichib olasizmi? Hozir dadamlar bilan oyimlar kelishuvdi. Ovqatlanib oldim. Bunaqasini o'zim ham ko'rmagandim. Zo'r-a? Shahnozani kecha ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Oybek, Dilnoza kelyapti. Qara, yana bor. Kiyib kelgan ko'ylagini qara. Men ham hayron bo'lib qoldim. Dilnoza. Salom qaysizlar? Salom. Bilaman. Biz-ku yaxshi. Men bilan gaplashgan yo'q. Ko'zlarimiz to'rt bo'lib ketdi. Yo'q. Lekin uydagilaringni oldida uyaltirib qo'yganim uchun uzr. Qo'rqoq oldin mush ko'tararding. Nega endi? Men sizni uyaltirib qo'ymadimmi ish qilib? Yo'q. Siz bo'lsa meni ota-onam oldida sharmanda qildingiz. Rahmat sizga. Axir Dilnoza. Bo'ldi. Meni siz bilan boshqa gaplashadigan gapim yo'q. Xayr.
Dilnoza. Dilnoza. Vaqtida qaratsangiz bo'larkan. Agar vaqtida qaratganingizda hozir u yerlarda yotmagan bo'lardi. Bo'lambek. Kechiring oyijon. Kechiring, bilmay qolibmiz. Balki puldan salgina qiynalgandirsiz. Bilaman, hozir sizga oson emas. Ijaraga mashina minyapsiz. Ukangizni Toshkentda o'qityapsiz. Bir og'iz gapirsangiz bo'lardi-yu, o'g'lim. Kechiring oyijon. Kechiring, g'aflatda qolibmiz oyijon. O'g'lim, telefonga qarab oling. Bo'ldi qil. Hadeb o'zingni siqavermagin. Endi Otabekni ham ayblayverma. Dardini Alloh berdi. Shifosini ham o'zi beradi. Nima qilay? Onamanda. O'sha yerda qizimni ko'rib yuraklarim ezilib ketdi. Bormisiz aka? Ha, tinchlikmi? Sizni ham uyingizda go'shakni ko'taradigan bor ekan-u. Nega bunday deyapsan? Asovchilikka kelaman deb sharmanda qildingiz-ku aka. Dilnozani uydagilar 2 kun kutishdi-ya sizlarni. Ha, kelmas ekansiz, bir og'iz qo'ng'iroq qilib qo'ysangiz bo'lmasmidi aka? Ana u kampir qo'ng'iroq qilganimni aytmadimmi senga? Ja, odamini top aytibsiz-ku aka. Yana bir bor qo'ng'iroq qilish qiyinmidi? Sharmanda bo'ldimi aka? Oybek, kenayini mazasi bo'lmay hammamiz u bilan ovora bo'lib qoldik, tushun. Ha, shunaqa deng. Unda siz kenayimga qarang aka, yana urinib qolmasinlar. Oybek. Ha, Oybek, tinchlik ekanmi? Bo'ldi, hadeb siqilaverma og'ayni. Uzr, kuttirib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Endi Otabek dori-darmonga ozgina yordam bo'lsin deb pul olib keluvdik. Yana kerak bo'lsa, tortinmay so'ravering. Dada, hozircha pul yetib turibdi. O'zim ham tinmay ishlayapman. Bilaman o'g'lim. Bilaman. Lekin bizi ham farzandimiz axir. Katta rahmat dada. Bo'lmasa biz turaylik. Qani amin. Barcha bemorlarga shu qolaversa farzandimiz Nigoraxon qizimizga ham Alloh shifo bersin. Amin. Allohu akbar. Tur. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Tuzyapmisiz? Rahmat. Qani, haroratingizni bir ko'ray. Yaxshi, ancha tushibdi. Xo'jayingiz kelsalar bir professorga uchrab ketsinlar. Xo'p. Yaxshi dam oling.
Hormaylar yigitlar, hormaylar. Salomat bo'ling. Yaxshimisizlar? Rahmat. Jonasar, Ozod og'a uydamilar? Ha, uydalar, kiravering. Ozod og'a? O, Ozod og'a. Ozod og'a? Gulummat, ke. Uzr bezovta qilib qo'ygan bo'lsam. Hech qisi yo'q, kelaver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nechuk? Sizni bir ko'rib ketay dedim. Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Mana bu 10 kunlik. Darrov, ha? Chaqqonsan, Gulummat. Chaqqonsan. Ha, endi ishlagandan keyin ko'zga qarab chaqqon ishlash kerak-da, to'g'rimi, axir og'a? Ha, to'g'ri. Yana kim qanday ishlayotganini bilib qo'ysangiz degandim, og'a. Ha. Nima gap? Tunov kuni chorrahada Otabekni Xudo bir asradi deng. Eshitgandirsiz, xotini ham og'ir kasal-ku. Shunga ichib olib ishga chiqqan ekan. Siqilgandir-da. Qizil chiroqqa o'tib ketsa bo'ladimi? Yo'q, Chorraha ham katta emasmi? Qiy-chuv, to'polon bo'lib ketdi. Keyin zo'rg'a mashinasini haydab chetga chiqarib oldi. Yaxshi ham borib qopman. Hammasini bosti qilib, sekin yoniga borsam, g'irtmas. Boshini rulga qo'yib, uxlab yotibdi-da. Otabekga? Hada, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu yurishda o'zi ham, mashinangiz ham omon qolmaydi, Ozod og'a. Xullas, tez mashinangizni undan olib qo'ying. Biron kor hol bo'lmasin tag'in. Shunda Otabek, do'stimizni ham, mashinangizni ham bir falokatdan qutqarib qolgan bo'lardingiz. Keyin kech bo'lmasin, Ozod og'a. Shunday edi. Agar o'rniga odam kerak bo'lsa, o'zimdan ham chaqqon bir jiyanim bor. O'sha haydab turarmidi degandim. Tushunarli. Endi mashina bekor turmasda deyman-da. Mayli. Otabek bilan birga kelinglar-chi. Xo'p. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat, Ozod og'a. Xo'p, yaxshi qoling. Omon bo'l. Xayr, rahmat. Sog' bo'ling. Otabek, qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Kelinni dardi og'ir. Toshkentga, markazdagi kasalxonaga olib bormasangiz bo'lmaydi. Men u yerga yo'llanma yozib beraman. Respublika onkologiya ilmiy markaziga olib borasiz. Xo'p. U yerda kuchli mutaxassislar bor. Oybek, seni akang chaqiryaptilar. Qanilar? Ana o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Bir yo'qlay debsiz-da. Tinchlikmi? Qaysi shamollar bilan? Kenayni olib keldim. Kenoyimi bekorga ovora qilibsiz-da. Shartmasida endi aka. Shart bo'lib qoldi uka. Tushunmadim. Men bilan yur. Tushunib olasan. Mana, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Rozi bo'ling aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Nigor,
Oybek keldi seni ko'rgani. Hozir. Kiraver. Assalomu alaykum Oybek aka. Yaxshimisiz? Rahmat. O'tir. Yaxshimisiz? O'zingiz tuzumisiz? Bilmasam. Sizga nima bo'ldi ekan, aya? Bilmasam. Shunchalik ekan. Tushuntiribroq aytmaysizmi aka? Aytmoqchi edim. Eshitmading-ku uka. Meni o'rnimga ham o'zingizni qo'yib ko'ring axir. Meni o'rnimga sen o'zingni qo'yib ham ko'rma. Bilmay, dilingizni og'ritib qo'ydim. Kechiring aka. G'o'rlik qildim. Men sendan xafa bo'lganim yo'q. Rahmat aka. Zachotkamni beruvdim, domla indamay 5 qo'y bersa bo'ladi. O'sha domladan men ham qo'rquvdim. Lekin bu gal Sen ketaver, men o'zim yetib olaman hozir. Xo'p. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bemalol. Oybek nimaga ketib qoldi? O'zim ham hayronman. Oybekni akasi keluvdilar. Lekin negadir kayfiyatlari yo'q edi. Keyin ikkalasi shoshgancha qayergadir ketishdi. Agar biror xabar topsangiz menga qo'ng'iroq qiling. Albatta qo'ng'iroq qilaman. Kutaman. Mayli, xo'p. Ol, ja mazali bo'l. Olinglar, olinglar. Masalan. Mana bu sho'rvasdan ham ichginda bolam. Ol. Choyindan qo'yib bor. Xo'p, mana dada. Yana. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilnoza mumkinmi? Hozir. Dilnoza opa sizni. Alo, Alo, Dilnoza, men Qambarman. tinchlikmi, nima gap? Oybekniki neysi og'ir kasal ekan. Toshkentga olib kelib, kasalxonaga yotqizdi. Qaysi kasalxonaga? Onkologiyaga. Nima? Onkologiyaga? Aka? Yotmaysizmi? Hozir yotaman. Oybek, mana bu pulni olib qo'ygan. Men yana 5-6 kun ishlab pul olib kelaman. Kenayingdan tez-tez xabar olib turgin. Yaxshi. Doktorlar so'ragan dorisini vaqtida yetkazib turgin uka. Keyin meva-chevalardan ham xabar olib turgin. Xo'p aka, xavotir olmang, o'zim qo'ng'iroq qilib turaman. Vokzalga borib qo'ying. O'tiring. Mayli. Tushundingga.
Senga ishondim, uka. Bizdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Sizlardan boshqa kimim bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyga tashab qo'yasizmi, og'ayni? Uyingiz qayerda? 3-svetofordan o'ngga burilamiz. Mayli, o'tiring. Shu yerga to'xtatib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Ibrohim, dadam keldi. Yugur, dadajon. Qizim, yaxshimisan? Asal. Dada. Meni kutib o'tiribsanmi? Asal. Ibrohimjon, o'g'lim, sen yaxshimisan? Dada, oyijonim olib kelmadingizmi? Oyijoning yaqin kunda kelib qoladi, bolam. Oyijonim, siz yana nechta uxlaymiz? Mana shuncha. Mana shunchami? Ha. O'zimni aqlli bolalarimdan o'rgilay. Men sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Assalomu alaykum. 3-palata. Assalom. To'xtang. Qayting. Yo'l bo'lsin. 3-palata Sobirovani oldiga. Gap bunday. Meni navbatchiligimda hech kim xalatsiz kirmaydi. Xalatni yopiningda, keyin kiring. Tushunarlimi? Xalatni oling. Opa, xalat yo'q-ku. Ha, aytgancha, Sobirovani oldiga odam kelgan. O'sha odam chiqqandan keyin siz kirib chiqasiz. Tushunarlimi? Opa, Sobirovani oldiga kim keldi, bilmaysizmi? Qayerdan bilaman, ukaginam. Qarindoshidir, tanishidir. Har holda begani kelmaydi-yu, kasal ko'rgani. Xalati bularga bering. Oybek. Meni kechiring. Otabek! 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 Keling. Gulmat, yaxshimisiz? Bormisiz, e? 3 kundan beri kelaman, yo'qsiz. Shunaqa ham bo'ladimi? Ha, tinchlikmi? Ozodaga so'rayaptilar. Tez kiyining, boraylik. Bo'ling, bo'la qoling. Mayli, ichkariga kiring.
choy Yo'q, ichaylik. Uyga kirish qochib ketmas, xo'pmi? Kutyaptilar-da. Otabekni tez topgin dedilar. Nima gap ekan? Qaydam? Ijara pulini to'lamaganmisiz deyman-da. Mana shu oy ozgina kechib qoldim-da. Ana ko'rdingizmi? Mayli, hech qisi yo'q. Men sharoitingizni tushuntirdim. Kelinni mazasi yo'qligini ham aytdim. Aytganmidingiz? Ha. Sharoiti hozir og'ir ancha, qiynalib qolgan deb tushuntirdim o'zim. Rahmat. O'zlari yaxshimilar? Yaxshi. Rahmat. Bir uylarga o'tolmadim-da o'zim ham. Qo'yavering, hozir birga o'tamiz. Tezroq chiqing. Birga boramizmi? Ha, tez kelib chiqing. Mayli, xo'p. Bo'la qoling. Men hozir chiqaman. Kutib qoladilar. Tag'in sharoitim og'ir deb nolib o'tirmang. Endi Ozod og'a, noliganlarni yoqtirmaydilar. Mayli. Tushunadigan odam o'zi, mard odam. Mana ko'rasiz. Ha. Kelin Toshkentda degin? Ha, Toshkentda og'a. Alloh shifosini bersin. Aytganingiz kelsin, Ozod og'a. Iloyim. Ol. Rahmat. Qani Otabek? Ozod og'a. Ichkilikka yo'qligimni bilasiz-ku. Otabek, Ozod og'ani qo'lini qaytarmaganda oling. Agar ichib yurgan bo'lsam, xo'p deb ichardim. Shu kunlarda ko'proq siqilib yuribsan. Ichsang yozilasan uka, ol. Ha, to'g'ri. Taqdir boshimda qanchalar yong'oq chaqmasin. Dardimni ichkilik bilan yozmasligimni yaxshi bilasiz-ku, Ozod og'a. Endi nozlanmasdan olsangiz ham bo'laverardi. Umuman ichmasligimni bilasiz-ku, do'stim. Qani Gulummat? Ol. Ozod og'a, men ham ichmasdim-u, shu sizni hurmatingiz uchun ichyapman-da. Ha. Ol. Qani? Otabek, seni ichib mashina haydab yuribdi degan gaplarni eshitdim. Bekor gap, Ozod og'a. Bekor gapligini do'sting Gulummat ham aytdi. Rahmat, do'stim. Seni bolaligingdan yaxshi bilganim uchun o'zim ham ishonmadim. Rahmat. Bu oyni ijara pulini sendan olmayman. Dori-darmonga mendan yordam. Rahmat, Ozod og'a. Rahmat sizga. Gulummat? Ha? Do'stlik uchun olamizmi? Ozod og'a, agar ruxsat bersangiz, biz endi ishga chiqsak bo'lardi. Senga ruxsat yo'q. Ichib olding-ku. Seni Otabek uyingga tashlab qo'yadi. O'zim ham mashinada kelganman, og'a. Mashinani ana u chaqqon jiyaning bor-ku. O'sha kelib olib ketadi. Tushundingmi? Kalit tashab ket. Bizga ruxsat endi, Ozod og'a. Ishga boraylik. Bo'pti.
Boringlar. Qoyil qoldim. Katta rahmat do'stim. Men haqimda yaxshi fikrlar bildirganingiz uchun. Rahmat. Ha endi mana shunday paytda bir-birimizni himoya qilmasak, bizni kim himoya qiladi? To'g'ri. Yo'q, unaqa emas. Siz yaxshilab eshitib oling. Assalomu alaykum Dilnoz opa. Va alaykum assalom. Dildora yaxshimisan? Rahmat. Dilnoz opa, yana sovchilar kelishdi. Opam chaqiryaptilar de. Xo'p. Hammasi joyida bo'ladi. Oyi, yoqqa qaravering. Kechirasizlar. Xo'p, chiqibdi. Dilnozaxon Keldingmi qizim? Oyi. Ha. Ammam yana sovchilarni boshlab keldilarmi? Ha. Olinglar, olib o'chiringlar. Bu yog'ini o'zingiz kelishtirib berasiz. Men hozir. Bemalol. Nima, ammamni boshqa qiladigan ishlari yo'qmi, oyi? Ammang. Keling, siz ichkari kirib mehmonlarga qarang. Kiring. Voy bo'ylaringda aylanib ketay. Qosh ko'zlaringga ammang qoqindiq. Voy o'zim o'rgilay sendan. Sovchilarga kirib, qattiq qomatingni ko'rsatgin. Mana men degan sovchilarchi lol qosin. Amma, menga kuyov qidirmang deb necha marotaba sizga aytganman. Ovora bo'lmang. Voy jonim bolam, aylanib ketay sendan. Voy, erkanga baxt qushini ammang qo'ndirmasa kim qo'ndiradi, Xudodan boshqa hech kim. Xudo ammangni sababchi qilib qo'yayotgan bo'lsa-chi? Axir o'ylasang-chi, ular juda ham boy badavlat. Qo'sha-qo'sha mashina, qo'sha-qo'sha uylar. Yomonmi, Yomonmi? Har bitta qiz orzusi-yu bu. Baxt bo'lmasa-chi? Ko'ngil boshqa birovda bo'lsa-chi? Amma Kinesi qachon tuzaladi? Kinesi tuzalguncha yillab kutib o'tirmoqchimisan? Kutaman. Menga qara. Dada, choy iching. Dada. Labay qizim. Keling opa, choy ichib oling. Kamilani ham qiynab qo'ydim. Unaqa demang, opa. Yo'q. Nega endi? Opasiga qaraydi-da. Kamila shu yerda bo'lgani uchun bizni ham ko'nglimiz to'q, qizim. Xudo xolasa to'yingda xizmat qilaman, Kamila. Ha. Agar nasib qilsa. Unaqa dema. Faqat yaxshi niyat qilish kerak. Bolam, yaxshi niyat qil. Xo'pmi? Rahmat dadajon. Ishqilib, omon bo'l. Bolaligimizdan shunga o'rgatgansiz. Biz ham shunaqa tarbiya olganmiz-da, bolam. Shunaqa tarbiya olganmiz-da. Meni yaxshi niyatlarim shu qadar ko'pki. Bu dunyoga sig'mayapti-da. Unaqa dema. Unaqa dema. Dunyo shunchalar tor bo'lsa, men nima qilay? O'zingni qo'liga ol, Nigora. Mendan xafa bo'lmaylar. Oyijon, meni kechiring. Nigora, yurak bag'rimni ezma. Chop bolam, tinchla. Dadajon, siz ham mendan xafa bo'lmang. Yo'q, sendan hech ham xafa emasman. Nega hamma mendan arazlaydi? Men nima qildim? Komila ham xafa emas sendan. Hamma xafa bo'lyapti. Nega xafa bo'lamiz? Uyga ketgim kelyapti. Doktor chaqirib kelaman. Mayli, bor qizim. Men nima qildim? Bolalarim ham mendan arazladi. Men nima qilay? Bolalarimni sog'indim. Yo'q.
tashlab ketmang mayli, oyijon. Oyim mendan xafalar. Xafa bo'lmang oyijon. Otabek aka, meni olib keting. Bek. Bek, qayerdasiz? O'zingni bos qizim. Hamma mendan xafa. Hamma mendan arazladi. Mollarimni ko'rsatinglar. Siz chiqib turing. Hamma meni yomon ko'radi. Uyga ketgim kelyapti. Beka, meni olib keting. Ey Allah'ım. Bolamga shunchalik dard bergandan ko'ra jonim olsak bo'lmasmidi? Iye, xudo buvamda yo'q. Ushlab tur. Men hozir. Xo'p. Assalomu alaykum xudo buva. Yaxshimisiz? Iye. Yaxshimisan? O'tir. Rahmat. Tuzimsan? Sog'liging yaxshimi? Xudoga shukr. Xudo xolam yaxshimilar? Xudo xolangni ham yuragi chatoq bo'lib olib kela olmadim. Uyda qoldi. Kenayim ahvollari qizimni yana masasi qochdi. Yana og'irlashdi-da. Bolam bechora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilnoza bilan ko'rgani keldik. Rahmat. Omon bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Sira g'am ko'rmanglar, kasal bo'lmanglar. Baxtli, saodatli hayot gashtini surib yashanglar. Rahmat xudo buva. Xabar hozir keldimi? Ha. Bog'chada to'polon qilmayapsizlarmi? Qachon ketyapsan? Hoziroq yo'lga chiqaman. Dadajon! Shoshmaylik. Dadajon! Asantim dada! Dadajon! Asallarim. Qani? Dada, men sizdan xafa bo'ldim. Nimaga qizim? Oyim olib kelmadingiz-ku. Har doim olib kelaman deb aldaysiz meni. Qachon aldadim? Hozir ham aldayapsiz. Unaqa dema. Mana hozir oyini olib kelish uchun ketyapman-ku qizim. Rostdanmi? Ha. Voy, qanday yaxshi. Oyijonimni juda sog'inib ketdim. Oyijonim kelsalar, endi ularni hech qayoqqa qo'yib yubormayman. Shunaqa qilgin qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kenayim qanalar? Opam uyga olib ketishdi. Biz ham tez yetib borishimiz kerak. Nigor. To'xtab qoldi, doktor. Hozir tezroq bo'ling. Shu yerda Nigor. Adilani tayyorlang. Tezroq bo'ling.
hozir qizim. Senga berganidan ko'ra Xudo menga bersa bo'lmasmidi bu dardni? Sabr. Hozir bor, men shu yerdaman. Hozir. Hozir. Bek. Hozir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ehtiyot qiling. Yerga qo'ying. Qizim. Bek. Qarang. Qizg'aldoqlar ochilibdi. Nigor. Ha. Sen yaxshi ko'rgan qizg'aldoqlar ochilibdi. Bek. Qarang. Bolalarimiz chopib yurishibdi. Men ularga yetolmayapman. Ular uzoqda. Bolalarimiz uyda seni kutishyapti, Nigor. Ular seni juda ham sog'inishgan. Dada, mendan rozi bo'ling. Roziman. Bek, Ha, Nigor. mendan rozi bo'ling. Bunday dema, Nigor. Meni Bunday dema. rozi bo'lsin. Bunday qilma, Nigor. Ko'zingni och. Bizni tashlab ketma. Bolalarimiz ko'zi to'rt bo'lib seni kutib o'tirishibdi. Meni yolg'iz tashlab ketma, Nigor. Bolalarimizni ko'ziga qanday qarayman, Nigor? Ular seni kutib o'tirishibdi. Bek, men sizni sog'inaman. Yo'q, bunaqa dema, Nigor, bunaqa dema. Bolalarimga nima deyman, Nigor? Nima deyman? Unday qilma, Nigor. Unday qilma, Nigor. Nigor. Selam. Bizdan rozi bo'l, bolam. Yuragim qon, ko'ksim alvon, qizg'aldoq zor. Izlaringdan qarab qoldim, ko'zim zor. Jismi jon yondiradi shirin yodi. Alvida yor, qiyomatga qoldi didor. Alvida yor, qiyomatga qoldi didor. Ayrılıkning hanjarlari ko'ksim tilar. Xotiramda gulgun chehrang mayus kular. Oqlar cheksam dard ustiga dardlar kelar. Alvida yor, qiyomatga qoldi didor. Osmonlarga yetdi dodim, samolarni tutoqim. Meni dardim, alamlarga tashlab ketding qizg'aldoqim. Osmonlarga yetdi dodim, samolarni tutoqim. Meni dardim, alamlarga tashlab ketding qizg'aldoqim. Qaysi bog'bon
kuymasin sen holiga. Nelar deyman farzandlarim savoliga. Aytgunchalar shoshding hurlar visoliga. Alvida yor qiyomatga qoldi diydor. Alvida yor qiyomatga qoldi diydor. Arzuyimiz bisyor edi dil to'rida. Armonlar ham sinovlarning bir turida. Uchrashguncha bir kun Tangri huzurida. Alvida yor qiyomatga qoldi diydor. Osmonlarga yetdi dodim, samolarni tutoqim. Meni dardim alamlarga tashlab ketding qizg'aldoqim.